xonadonimizni mana bu holatdan mana bu holatga keltirgunimizcha bizada 2 oy vaqt kerak bo'ldi. Bu xonadonimizga qilgan ishlarimiz sokinlariga angoloblik toshimizdan, yerlariga angrenni kafelidan, ariqlariga ham kafel tosh bilan abnankam ishlab berdik. Hozir shu qilgan ishlarimiz birma-bir tanishib o'tamiz. Bu letniy kuxnyamizga 1800 dollar pul olganmiz granit obshikasiga, chunki bunga 3 ta odam tinimsiz 15 kun mehnat qilgan. Ustani zo'ri, cho'ntak tushuri degan gaplarga e'tibor bermayapsizlar. Tokzor Miramsev jamoasi sifatli xizmatlarni ham hamyonbop narxda tugatib beradi. Bunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha sirada ham nomerlar qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.